Farzandingiz qizamiq bilan kasallandi. U qachondir qandaydir asorat beradimi? Ha, odatda asorat beradi, lekin juda kam hollarda. Eng kam uchraydigan asoratlardan bittasi parensifalit. Hozirgi kunda bu yetarlicha bor shunaqa bemorlar, lekin bitta holat bo'lyaptiki, ko'p ota-onalar qizamiq o'tkazgandan keyin hozir bizga qabulga kelyapti. Qonda shu qizamiq virusga qarshi tekshiruvni aniqlab va qonda baland chiqyapti. Doktor, mani bolamda ham endi qizamiq shunaqa parensifalit bo'ladimi, yo'qmi degan xavotir bor. Shu holatlarni ko'rdim, mana shu ota-onalar o'sha stressga tushib qolgan, vahimaga tushib qolgan, ya'ni meni ham bolam shunaqa bo'lib qoladi degan. Lekin bir narsani bilish kerakki, qizamiq o'tkazgan bola aniq u parensifalit bo'ladi degani emas. Bu statistika jihatdan juda ham kam miqdorda uchraydi. Qonda immunoglobulin geni miqdorini oshishi, ya'ni qizamiqqa qarshi immunoglobulin geni miqdorini oshishi, ya'ni me'yordan balandligi bu qizamiq bo'ladi degani emas. Aksi, ya'ni immunitet yuqoriligi bildiradi. Qancha immunoglobulin geni miqdori yuqorimi, o'sha bemorda immunitet qizamiqqa qarshi yuqori degani. Shuning uchun bu hech kim oldindan ayta olmaydi va uni oldini olish ham qiyin. Ya'ni qanaqadir dori-darmon, qanaqadir lecheniya bilan davolash u qizamiq qachondir parensifalit bo'ladi degani emas. Ayrimlar bor, yana fikr bo'layotgan, Actagam, ya'ni shunaqa dori bor, Biaben Actagam olib yursam bo'ladimi? Lekin bola sog'lom, faqat qizamiq o'tkazgan. Bunaqa narsalar xato. Sog'lom turmush tarzi, immunitetni yaxshilash shu.